Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kirgili temir bozorining oldida Qizil Mo'yka yonidan ham kirsa bo'ladi. 6 so'tlik hovlimiz bilan tanishtirib o'taman. 6 xonadan iborat. Bir xonasi bitmagan. Ba'zi ikkita xonasi, to'g'rida bitta xona bitmagan. Bu mehmonxonamiz. Ichlarini ko'rsatib o'taman. Mehmonxonasining podval qismi ham mavjud. Ba'zi zilyon zona. O'ng tomonimizda bitta xona, keyin undan keyingisi oshxona, tashqi sanuzel. Ba'da oshxonasi joylashgan. Bu uyimizning umumiy ko'rinishi. To'g'ri xonalarni ko'rsatib o'taman. Bu tomonda uylarni ko'rsatib o'taman. Bu xonamizda hozircha mehmonlar bor ekan, buni ko'rsatib o'tamiz. Keyingi xonasi. Remontlari yaxshi holatda. Ba'zi o'sha bitmagan xonasi bor ekan. Buni bitkizib olsalar ham bo'ladi. Bu sanuzel. Endi uyimiz narxini aytib o'taman. Uyimiz boshida 85 ming narx qo'yilgan. Hozir 70 mingdan emas, 69 ming narx qo'yildi. Yana oz-moz kam bor. Pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin.